musofirchilikda noni qattiq bo'ladi-da akalar. Hozir bitta akamiz o'zi musofirda yurib, juda boshlariga musibat tushib qolgan. Xullas tepadan yiqilib tushgan, o'zimiz Rishtonlik Bo'stondan akamiz. Xullas nima desam bo'ladi? Hech kimni boshiga bu kunni solmasin Xudo. Hozir Banisada, Rossiyada yotishib ekan, juda bir qiyin ahvolda. Pullik litchanalariga ham anchagina pul ketib qolyapti ekan. Mana shu videoni ko'rsalang, o'zlaring batafsil tushunib olishlaring mumkin. O'zi istoriya qo'yib beraman dedim, lekin post qo'yyapman. Qanchadir odam ko'rish uchun, qanchadir odam ehson qilish uchun sizlardan iltimos qilib qolamiz. Mana shu akamizga qo'shni qishlog'imdan, o'zim vohimdan bo'lsam, bu akamiz Bo'stondan. Yordam qo'llaringdan kelgan yordamlaringni ayamasliklaringni so'rab qolaman butun O'zbekistondan, chunki musofir yurtda o'zi bo'lmaydi, ishlashda o'zi bo'lmaydi. Chunki tem bo'li hozir Banisada qanchalik